Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Like, podpiska bosib ko'ring yine. Azon bilan bahri diling ochiladi. Odamzot bir kayfiyati ko'tariladigan narsa bu baliq degan narsani ko'rsang. Yine azon bilan sizlarga sazonlarni ko'rsatayim deb chiqdim yine. Sazona qaragan olib turishni. Ana. Vojir emir sazon yine. Janolarning jinnigina qaraganda jinnigini chiqarib kelaveradilar. Azon bilan bir yaxshi kayfiyatni ko'tarala dedimna. Kayfiyatni ko'tarish uchun zo'r bu. Sazonlar yurishini qaraganda ana. Yine. Ertalabda yaxshi kayfiyat ko'taradigan bu. Like, podpiskani oyamanglar sizlar. Men o'zim sizlarga kunda yaxshi kayfiyat ko'taradigan narsalar qo'yib beraman shunday.